Assalomu alaykum. Dastavkadanman, keluvdim. Muncha kech qoldingiz. Probkada. Siz? Assalomu. Mana adamga o'zlariga o'xshagan biznesmen kuyov yoqadi. Mamman akanda o'sha. 3-4 ta bizneslarim bor. Soqqan-soqqaga yuramiz-da. 3-4 ta bizneslaringizdan biri shumi? Ha, yo'q, siz menimcha zerikkaningizdan chiqqan bo'lsangiz kerak-a. Siz soqqani soqqaga emas, tangani tangaga urarkansiz-da ya. Adam, mashina sovg'a qiluvdilar. Haydashga pravam yo'q. Meni ham 5-6 ta mashinam bor. Arendaga berib qo'yganman, bekor yotmasin deb. Pul topadi-da. Hamma mashinangizni arendaga berib yorib, peshkom dastavka qilasizmi? Sayohat qilish hobbiyim. Oyiga 2-3 marta chetga chiqib kelmasam, umuman tura olmayman nimagadir. Rostdan ham sayohat qilish hobbingiz ekan. Kuniga 15 tacha mahalla aylanasizmi? 20 ta. Kiyinishni juda ham yaxshi ko'raman. Loro Piano, Stefano Ricci bular stilimda. Rostdan ham kiyinishni yorvorar ekansiz-a. Sizdagilar ham yoyma piano, Optim Ricci'lardan bo'lsa kerak-a. Chorsi. Xullas Diyoraxon Damasga metan qo'yganda bir-birimizga mos ekanmiz. Endi bu yog'iga adajon bitta had deb borsalar to'yda. Qarochi, sizga bitta gap. Odam o'zligidan hech qachon uyalishi kerak emas. Tengi bilan, tezak qopi bilan. Diyora, nima gap sotib o'tiribsiz? Maskin yankangizga pul to'layapman, gap sotish uchun emas. Boring, bola yig'layapti, pampasni almashtiring. Xo'p bo'ladi hozir. Ishni olib, tuzlash yirtiqqa kulibdi-yu.